Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun yana mijozimiz xonadonlarga ixcham texnik naborimizni o'rnatib berganmiz. Birma-bir ko'rishlar mumkin. Bu oshxona to'plamimizni ko'p etajli binolarga o'rnatib berganmiz. 240 ga 120 joyga o'rnatilganmiz. Unumli foydalanib hamma joylardan, burchaklardan ham, bu yoqlardan ham unumli foydalanib qo'yib berganmiz. Birma-bir tanishib chiqsam, bu yog'imizda kargo qo'yib berganmiz. Bu yertimizda kir mashina, tepasida gaz qo'yganmiz. Bu yog'imizda moyka tagidan ham unumli foydalanib joy qisqa bo'lgani uchun tayyorladi bittadan polga. Bu yog'imizda mikrofonga, bu yog'imizga yuvilgan idishlar qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Bu burchagimizdan ham bemalol foydalansa bo'ladi. Juda keng joylar. Bu yertimizga xolodilnik qo'yilgan bo'ladi. Xolodilnikning tepasi shunaqa keng joylar qo'yadiganlar bor. Bu yog'imiz bitta telefon bo'lishlariga 3 qatorli polkasi bor. Bu yog'imizga vitishga joy tashlaganmiz. Vitishga ham alohida bitta kabeli bor. Bu yog'imizni 3 qatorli polkasi. Xonamizga oq ranglar bilan mokriylarni uyg'unlashtirib berganmiz. Xonamiz yana ham yorqinlashib olgan. Tilla bichishlar bilan uyg'unlashtirganmiz. Turli spetsial kissalar qo'yib berganmiz. Birma-bir o'zlariga ko'ra baho berilgan. Sizlardan ko'p etajli binolar shunaqa qulay ixcham texnika bor kelsa bizga aloqaga chiqa olasizlar. Sizlarning joylardan unumli foydalanib, qulay hamyonbop narxlarda o'rnatib beramiz. Vaqtidan oldin xudo xolasa o'rnatib berishga harakat qilamiz. Sizlarni ko'nglimga kutib qolamiz.